Assalamu alaikum. Muhaciratda yaşayotgan Sharqiy Turkistonlik baliq aziz qarindoshlarimiz va Sharqiy Turkiston da'vo yo'lida o'zining har vaqtini sarf qilayotgan jamiyat dernek tashkilot rahbarlarimiz hammalarga men Abdulqodir Jumadin Ali ihtirom salom yo'llayman. Biz bugun Sharqiy Turkistonliklar ittifoqi jamiyatining markaziy rahbarlik birinchi yig'inini tamomladik va bu yig'inda rahbarlik qatlamini muqimlashtirdik va yangidan rahbarlarni saylab chiqdik. Bu qatimki saylashda ko'pchilik qarindoshlarningki ko'rsatishi, qo'llab-quvvatlashi bilan Kemina Abdulqodir Juma bu Sharqiy Turkistonliklar ittifoqi jamiyatininki vazifasini, mas'ullik vazifasini ustimga oldim. Bundan keyin jamiyatdagi barliq qarindoshlarimizninki bizning bu xizmatlarimizni yaqindan quvvatlab, qo'llab berishinglarga ehtiyojimiz bor. Uni umid qilaman. Hem bu munosabat bilan navbatda muhaciratda yashayotgan Sharqiy Turkistonliklarningki jiddiy ehtiyoji bo'lgan bir masala to'g'risida qarindoshlar bilan ozroq bir o'rtoqlashmoqchi va bu haqda o'zimizningki tayyorlagan bir materialni sunmoqchi. Navbatda bizningki Sharqiy Turkistonningki vaziyati, ya'ni zulm kundan kunga eshibayotgan, ya'ni bunga chidog'isiz bir holatda, odam ta'riflisiz bir holatda davomlashayotgan bunday bir paytda muhaciratda yashayotgan qarindoshlarimizning bunun qarta bir qanday bir tayyorlik xizmatlarini ishlashi va nima qilish kerakligi to'g'risida bir birlik hosil qilinmagan va uning ustiga jamiyatda har xil shakllar bilan, har xil bir yo'llar bilan ushaq, tushak, fitna ig'volar, g'aybat shikoyatlar va fikr o'xshamasliklar tufaylidan o'zaro bir-bir bilan bo'lgan ziddiyatlar degandek mushundoq bir salbiy bo'lgan bir muhit ichida yashayotganligimiz hammamizga ayon. Ammo xalqaro vaziyat dal bunun aksicha bir yaxshi bir fursatlarga, yaxshi bir yo'nalishlarga ketayotganligini bilib turgan bo'lsakmi, ammo biz bu fursatlarning qadr-qimmatini bilmay, yana o'zaro dard talash ichida, o'zaro ixtilof ichida yashayotganligimiz bu haqiqatan olimning ichini sirindiradigan, qalbini texmi ezadigan bunday bir azobli bir ko'rinishda yashayotimiz. Bu nima deganda, shiqib aytgan vaqtimizda bu ichimizdagi, oramizdagi bir ittifoqsizlik masalasiningki kundan kunga ulg'ayotganligini ko'ryapmiz. Bu munosabat bilan biz jamiyatimizningki Sharqiy Turkistonliklar ittifoqi degan bu sifatiga asosan biz bu ittifoqlik sohasida jamiyatdagi barliq Sharqiy Turkistonliklarning bir ittifoqligini o'rtaga chiqaradigan va uni bir mustahkamlaydigan shunday bir xizmat ustida bir bosh qotirish orqali biz Sharqiy Turkistonliklarning ittifoqlik prinsipini tayyorladik. Buni biz ko'pchilik bilan bir o'rtoqlashmoqchi. Bu yerda yana bir ta'kidlab o'tish tegishli bir masala shuki, bugunga qadar bu ittifoqsizlik nima davomlashib keldi? Nima bu tuzalmadi? Acaba bu ittifoqlik to'g'risidan boshqa jamiyat tashkilot rahbarlari so'z qilmadimi? Albatta, ularning hamisha da'vat qilgan ittifoqlik, birlik, hamkorlik. Ustozlarimizmi, diniy ulamolarımizmi va yoki ziyolilarimizmi, jamiyatdagi oqsoqollarımizmi
hamisha ittifoqlik to'g'risidan, hamkorlik to'g'risidan o'zining qimmatli fikrlarini, ko'z qarashlarini, tarbiya nasihatlarini davom ettirib keldi. Ammo bunun bugungacha bir ittifoqlikniki o'rtaga chiqolmasligida cho'qim bir masala bor deb qaradik biz. Buningdagi masala, gerçi biz ittifoqlikqa tashabbus qilgan, da'vat qilgan bo'lsak-mu, bu ittifoqlikni bir ramka sifatida, bir sistema sifatida, bir prinsip sifatida hamma odam o'rtaq qabul qila oladigan, hamma odamning o'rtaq bir orzusini chiqish qilgan, hammaylar o'rtaq amal qila oladigan bir sistemalashgan bir prinsip o'tirib qo'ya olmaganligi uchun ko'pchilikning rahbarlarning, ustozlarimizning bu ittifoqlik, hamkorlik haqida ishlagan xizmatlarining oqibatda natijasiz qolganligidan deb qaradik. Shuning uchun biz bu yerda Sharqiy Turkistonliklar ittifoqi jamiyati nomidan ittifoqlik prinsiplarini biz tuzib chiqdik. Bundan keyingi xizmatlarimizda va jamiyatdagi xalq ommasida va boshqa tashkilot, jamiyat, derneklarda bo'lsin, agar bizning tuzgan bu ittifoqlik prinsipimiz xalqning orzusiga, hozirgi vaziyatimizningki taqozzosiga va boshqa dernek, jamiyat, tashkilotlarningki taqozzosiga va yoki manfaatiga uyg'un bo'lsa, biz bu prinsipni cho'rdigan asosda texnik mukammallashtirib, texnik sistemalashtirib, hamma odam qabul qila oladigan, aniq rioya qila oladigan va mushu prinsip asosida bundan keyin hech kimning kaynidan g'aybat shikoyat qilmaydigan, quruq gap so'z topmaydigan, dernek, tashkilot, jamiyat rahbarlarini e'tirof qiladigan, hurmat qiladigan, ularning qadr-qimmatiga yetadigan va ularning xizmatiga aktiv moslashadigan, qo'llab-quvvatlaydigan mushunday bir vaziyatni o'ttirib keltirishni maqsad qilamiz inshaalloh. Bu munosabat bilan tövende Sharqiy Turkistonliklar ittifoqi jamiyati nomidan bir turlik ittifoqlik prinsiplarini muajiratdagi barliq Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarimizning diqqatiga sunamiz. Barliq muajir qarindoshlar bundan keyingi ish harakatlarida, faoliyatlarda, so'zlarda amal qilishga tegishli bo'lgan prinsiplar tövendigicha. Birinchi, her bir Sharqiy Turkistonlik Sharqiy Turkiston ideologiyasida mustahkam turish, uni o'zining nishoni, kurash nishoni, harakat mezoni qilish. Ikkinchi, hech kim mazhabchilik, guruhvozlik, ayrimchilik qilmaslik, fitna ig'vo tarqatmaslik, g'aybat shikoyat va o'zaro tuhmat qilmaslik. Uchinchi, ulamolar bilan ziyolilar, aktiv faoliyatchi, mujohid qarindoshlar bilan siyosiy faoliyatchilar bir-birini so'kmaslik, bir-birini chetga qoqmaslik va haqorat qilmaslik, o'zaro apuchan bo'lish. To'rtinchi, rahbarlarning azroq xatolikni bahona qilib, zo'r tahbillarga ko'z yummaslik, ko'ni ishlarni, ko'ni xatoliklarni o'ttirg'i so'rab chiqib, yangi xizmatlarga to'sqinlik qilmaslik, rahbarlarga haqorat qilmaslik, o'zaro apuchan bo'lish. 5. Muajiratdagi barliq Sharqiy Turkistonliklar qon qarindoshlik, taqdirlashlik munosabatimizni aniq tonib yetib, bir-birimizga mehribon, kuyincham bo'lish va bu xil axloq fazilatni umumlashtirish. 6. Bölgünçilik, ittifoqsizlik, ixtilof paydo qiladigan masalalarni o'tirib qo'ymaslik va bunga ilib boradigan har qanday so'z harakatlarga qat'iy yo'l qo'ymaslik. Agar bunday ishlar yuz berib qolgan vaqtida dard talash qilmasdan, ziddiyatlashmasdan o'z fikrida chiroyli chiqib qilish va ittifoqlikni saqlab qolish. 7.
hech kimning hijoblanish yoki yalang'och yurish, soqol qo'yish yoki soqol qo'ymaslik degandek qiyofatlarga haqorat qilmaslik, axloqqa yot qilmishlarni ko'rganda chiroylicha nasihat qilish, agar qabul qilmasa ko'ziga kirib olmaslik, ziddiyat paydo qilmaslik, ittifoqsizlik paydo qilmaslik va buni ixtilof darajasiga ko'tarmaslik. 8. Diniy tushuncha bilan milliy tushunchani, diniy ilm bilan fanniy ilmni har xil yo'llar bilan qarama-qarshi ko'rsatib, bir-birini kamsitmaslik va bo'lgunchilik paydo qilmaslik ham bundoq kishilarga qat'iy fursat bermaslik. 9. Pokit isbot bo'lmay turib, xoin, jasus, munofiq deb bir-birini haqoratlamaslik. Dalil isboti bilan pash bo'lgan xoinlar, jasuslar bo'lsa, munosabatlik organlarga pash qilish va ular bilan muomala qilmaslik, bardigarda qilmaslik usullari bilan jamiyatda yolg'iz qo'yib, qilmishini tashlashga majburlash. Tarbiya, nasihat bilan xatolikni tuzatishga fursat berish. 10. Barliq siyosiy rahbarlar, ommaviy dernek tashkilotlar bir-birini e'tirof qilish, o'zaro hurmat qilish. Har bir sharqiy turkistonliklar o'zlariga vakillik qiladigan dernek tashkilot va rahbarlariga qat'iy itoat qilish. 11. Hamma ishda hamma odam avval o'zidan boshlash. Bo'libmi barliq rahbarlar kamtarlik bilan o'zini isloh qilib, ittifoqlikqa, ommaga haqiqiy ulgu bo'lish. Yuqorqi prinsiplarni emillashtirishda bizning yig'ishga tegishlik eng ig'ir bo'lgan masala ikki turlik. Birinchi, manfaatparastlik, shuhratparastlik, huquqparastlik ideyasidan voz kechish. Ikkinchi, har qanday vaqtda, har qanday badal to'lashdan qo'rqmaydigan ruh bo'lish. Har qanday bir shaxs bu ikki nuqtani o'ziga lozim tutgan vaqtda vatan, din, millat uchun o'zining har qanday bir badal to'lashidan qo'rqmaydigan, har qanday manfaatidan voz kechadigan mushundaq bir ruhni turg'izish. Men bu yerda muhojiratdagi barliq qarindoshlarga shuni chaqiriq qilamanki, biz agar mustaqillik da'voyimizda rostchil bo'lsak, qilgan xizmatlarimiz Allah rizosi uchun Xitoyning nejis oyoqlarida iffat nomusi dafsanda qilinayotgan mazlum hadi-sing'illarimizning hurligi uchun qilayotgan bo'lsak, tog' uchini bir-birimizga qaratmaylik. Da'vo yo'lida biz ittifoqlashaylik, hamkorlashaylik. Biz şu bir nuqtani aniq tanib yetishimiz kerakki, ittifoqlashganda cho'qim g'alaba qozong'il bo'ladi. Biz muhojiratdagi barliq qarindoshlar ittifoqlashadiganlar bo'lsak, inshaalloh cho'qim g'alaba qozona olamiz, cho'qim Sharqiy Turkiston vatanimizni mustaqilligini qo'lga keltira olamiz. Bizga nisbatan birlik, ittifoqlik va hamkorlikni barliq keltirish Sharqiy Turkistonni mustaqillikka erishtirishning mutlaq kafolatidir inshaalloh. Hurmatli qarindoshlar, Sharqiy Turkistonliklar ittifoqi nomidan tuzilgan bu ittifoqlik prinsiplarimizda agar ig'ir ketgan, xato ketgan va yoki kam qolgan taraflar bo'lsa, barliq qarindoshlarimizning tanqidiy fikrlar bilan tuzatishini va barliq muhojiratdagi qarindoshlar bilan bu ittifoqlik prinsipini texnik mukammallashgan, texnik takomillashgan, texnik sistemlashgan ve her qanday bir qarindoshlarimiz qabul qila oladigan darajada mukammal holatda bir qoidadan tuzishga biz bunaga tayyor ve qarindoshlarimizningki samimiy takliflarga biz muhtoj. Shuning bilan bizning qarindoshlarımızga sunmoqchi bo'lgan bu ittifoqlik prinsipimiz mushagacha xayr,
Allah'a emanet. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.